Hürmetli vatandaşım, tüvendiki bu haber nimesiyle ilan kılış için bu yıl 7. ayının 13. günü teyarlagan idim. Deki vaziyet tazı pişip yitilme geçkemezsen Govingo'yu alakadar vaziyet tazı pişip yitilme geçke şu vakitte kaldırıp koygan idim. Hatta malum devlette istikamet kılıvatkan Karabatur dostumga ete liksiye anla, naiti mühim liksiye anlaysan degen idim, şu vaadini orlayamagan idim. Bugün 3 ay öttü. Govingoy Efendi Amerika Devlet Meclisi'nin 2 nefer nopozluk erbapları bilen görüştü. Govingoy Efendi Washington'da devletlik halkara ahbarat gelobada ahbarat ilan kıldı. Şuna Govingoy Efendi'ni ol kutsi geziti tanıştırdı. Şundakla Fransiya agentliği tanıştırdı. Endi şu münasebet bilen muş yuqorda sözlenip atkan münasebetlik mezmunlarga bağlıq bolgan yani bir haberni. Mesela 7. ayının 13. günü teyarlanan haberni sizlerge yollayman. Dikkat Karabatur dostum. Jungo Erbi baştab ahbarat organının başlığı Amerika'ya yerleşti mi? Govingoy egiz hatalığı sadır kılmagandı. Keçiringlar. Mavzula haber 7. ayının 13. günü Fransiya Halkara Radyo Stansiyası Xitay til programımızda anlatılgan idi. Ve şu günü ben bir biti köçürüp baskan idi. Bugün ben bu haberini vatandaşlarım bu yetközüm. Dikkat vatandaşlarım. Tehrir ilavesi. Bu haberde tasvirlengen iş doğrusunu doğru bettirdi gumani fikirler kozgaldı. Bazı kişiler ameliyette Dişingde'nin ayali Los Angeles'e yerleştiği deyişti. Dişingde degen adamın ismi Jungo Kompartiyası'daki Jinping degenin oğlu. Dişingde'nin ayali Los Angeles'e yerleşti deyişti. Bu huşmaslıklarını keltirip çıkargan sebepler belki Govingoy'ne ziyaret kılgan muhbirinin hatalığı buluşu mümkün. Yakından beri Jungo matbuatlarının qaytarma hücumuga uçurgan Govingoy Amerika matbuatlarına material paş kılıp Azatlık Armiya baştab ahbarat uçur bölümünün sabık başlığı Kompartiyanın peşkadem azası. Bir yedik ahbarat delik haber uçurdik ahbarat emez casusluk doğrusu ahbaratçı mı? Ahbarat bölümünün sabık başlığı Kompartiyanın peşkadem azası Jinping'in oğlu Jishingdi. Amerika'ya kelip ailesi bilen cem boldu dep görsetdi. Govingoy Amerika'nın 10 yıllık mail gazeti Washington Erkillik Munari gazetiga mundaq dedi. Washington Erkillik Munari gazetiga mundaq dedi. Jishingdi burungi yıllarda Fujian, Leychangshin atkaschilik dilosiga chetilib qilib, ölüm cezası beriş bilen kechiktirib icra qilish hukm qilingan. Keyin türme sirtida davolanishga qo'yib berilgan. Jishingde hozir Amerikada ailesi bilan jam bo'ldi. Govingoy bu gazetga mundaq ko'rsatdi. 2012 yıldan başlap Jungo'nun ahbarat casusluk organları sistemisi Amerika'ya uğurlaştırılan casusların sani 40 bin nefer. 2012 yıldan başlap Jungo'nun ahbarat casusluk organları sistemisi Amerika'ya uğurlaştırılan casusların sani 40 bin nefer. Şangan kiçikgina bir şehirde faaliyet kılıp atkan Jungo ahbarat casusluk organının xadimleri 10 mingdan artıq. 2012 yıldan burun 50 yıl mabeynide Jungo 10 mingdan 20 minggacha casusni Amerikada faaliyet kılışqa orunlaştırıp Amerika'nı düşünüşünü nişan kılgan müdafiye karakterlik casusluk faaliyeti bilen şoğullanışqa teşkillendi. Govingoy oxşaşlı mundaq ta'kidledi.
2012-yili Reis Xi Jinping vazifəyə oturğandan keyin casuslarning faoliyati hujum qilish xarakterlik faoliyatga o'zgardi. Bu o'zgarish mumkin bo'lgan usul chora bilan Amerikani tarmar qilishga tayyorlik qilish deb hisoblandi. Axborot to'plashning navbatdagi muhim nishoni Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy qurol-yarog' texnikasini qo'lga keltirish. Govingoy hukumatining muhim davlat mudofaa qurol-yarog' bilan ta'minlovchi savdo sanoat sohalarigacha muvaffaqiyatli holda singib kirdi. Xitoyning josuslik axborot to'plash xodimlari Amerikada savdo sanoat sohalariga va muvaffaqiyatli holda singib kirdi. Govingoy mundaq oshkorildi. 2012-yilning oldi keynida Jungo Kompartiyasi yuqori qatlami sonning sirtida Jungoning 5000 nafar josusini Amerikaga avatdi. Jumladan o'quvchi, savdogar, ko'chman, tuqqay yo'qlash nomida Amerikaga kelib yerlashgan bu Jungo josuslari 25000 nafarga yetdi. Uningdan boshqa Jungo yana Amerika tavalligida 15000 dan 18000 gacha jasus taraqqiy qildirdi. Jumladan İspaniyalik, Qoratanlik, Kavkazliklar avlodi Xitoyning jasuslik to'riga a'zo bo'lib kirdi. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Hozir Jungo har yili axborot to'plash uchun xarajat ajratib keldi. 2012-yildan burun 600 million dollar xarajat ajratgan bo'lsa, amdilikda bu pulni 3 milliard dollardan 4 milliard dollar atrofida ko'paytdi. Bu xabar bir oy burunqi uchurdir. Fransiya agentligining xabarida shundaq deyildi. Govingoy mundaq ko'rsatdi. Shanganliklar Jishingdening dadisi Jipingpini yaxshi taniydi. Jipingpi 1983-yili Jungo davlat mahkamasining a'zosi Shangang Avmin ishxonasining mudiri bo'lgan kishi edi. Bu biz boshda tilga olgan Jishingdening dadisining gapi. Jishingde degan ozodlik armiya bosh shtab josuslik organining kadri bo'lgan. O Leychangshin atkaschilik delosiga chetilib, o'lim jazosi va kechiktirib ijro qilish e'lon qilingan. Ya'ni shu kishi oxiri Amerikaga qaytib kelib, xotini bilan jam bo'ldi deydi. Anladingizmi, Qarabatur do'stim, josuslik qanday qiladi ekan? Sizning nazaringizdagi, sizning og'zingizga josuslik qo'yish emas, bu g'arb ellar demokratik ellarda o josuslik degan so'zda ko'z qarashdagi farq deyiladi ekan, Qarabatur do'stim. Siz bizning og'zimizda josus degan bilan ko'z qarashdagi farq deyildi ekan. Hozir atrofingizdagi Uyg'ur tilida so'zlaydiganning faoliyati qarab baqsangizmi, bu josus deganning peshonasida qoshqisi bo'lmaydi. Uning qilayotgan harakatlari qarab baqsangizmi, ana siz buni ko'rib yetalaysiz, Qarabatur yigit. Endilikdagi yana bir qisqa xabar bunga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. James Mattis Chavshan masalasini diplomatik vasitalar bilan hal qilamiz, lekin taklif berib, armiya tayyorlik qilishi lozim dedi mavzuli xabar. 10-oyning 10-kuni Volkochsi gazetida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministrligining ministri Jim Mattis mundaq ko'rsatdi. Amerika diplomatik vositalar va iqtisodiy vositalar orqali bosim ishlatib, Chavshan yadro qurollari planini cheklaydi. Lekin u ogohlantirib mundaq ko'rsatdi. Ofitser jangchilar tayyorlik qilib, suhbatning mag'lub bo'lishidan mudofaa ko'rish kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump harbiy taraf rahbarlar bilan ko'rishganda biron chopqon yetib kelishdan burun jimlik degan so'zni tilga oldi. Bu sotsialistlar so'zi bo'lgan-ku, mana qayta takrorlanyapti. Haftaning oxirida prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Chavshan bilan elib bo'lgan suhbatimiz mag'lub bo'ldi. Prezident Twitterda fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Faqat birli yo'l unum berdigandek qiladi, dedi go'yo harbiy harakatdan
Bişaret ben. Bugünkü leksiyalarımız ana işe geçe vatandaşlarım bunu astoydil o'qib, astoydil tahlil qiling vatandaşlar.